Assalomu alaykum. Pazanda kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana judayam mazali, ichlari sho'rvali bo'lib pishadigan syurprizli somsa tayyorlaymiz. Birinchi xamir tayyorlab olamiz. Taxminan 800 gram unga 100 gram sariyog' solib, yaxshilab uqalab olamiz. So'ng 1 osh qoshiq razrihli til solamiz. Aralashtirib olamiz. Endi suvga 1 osh qoshiqdan sal kamroq tuz solib aralashtirib, unli massaga bitta tuxum va mana shu namakob suvni quyamiz. Yumshoqroq xamir qorib olishimiz kerak. Mana o'rtachadan birozgina yumshoqroq xamir bo'ladi. Endi xamirni katta va kichik zuvalalarga bo'lib chiqamiz. Zuvalalarni ustini yopib biroz tindiramiz. Endi qiyma tayyorlaymiz. Yupqa parrak qilib to'ralgan piyoz, mol yoki qo'y go'shti solamiz. Men mol go'shtini juda ham yog'li joylaridan tayyorladim. Endi tuz va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymamiz tayyor. Tingan zuvalalarni esa qalinligi 3-4 mm atrofida yoyib olamiz. Oddiy somsadan biroz qalinroq yoygan ma'qul. O'rtasiga qiyma solib, 1 bo'lak pomidor qo'yamiz, yana 1 bo'lak pishloq qo'yamiz. Men mozzarella pishlog'i qo'ydim. Ustiga ikkinchi zuvalani kichkinaroq qilib yoyib, yopib chiqamiz. Mana chetlarini xuddi shu tarzda birlashtirib, so'ng chimchilab chetlariga bezak beramiz. Oddiy somsani tugilgan tomoni pastda bo'lgani uchun somsani sel yog'lari o'sha yerdan oqib ketadi. Bu usulda xuddi kosaga o'xshab tukkanimiz uchun hamma yog'lari, suvlari somsani ichida qoladi. Endi tuxum sarig'iga ozroq sut aralashtirib, somsani ustiga va yonlariga surtib chiqamiz. Ustiga ozroq kunjut yoki sedani sepib qo'ysak bo'ladi. Endi duxovkada 220 gradusda 30-35 minut davomida qizartirib pishirib olamiz. Mana somsalarimiz chiroyli qizarib pishib chiqdi. Xamirini oddiy somsanikidan birozgina qalinroq yoygandik. Shakli ham oddiy somsadan anchagina kattaroq bo'ladi. Shuning uchun biroz balandroq olovda uzoqroq pishirishimiz kerak. Mana somsani ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Pishloqlari erib, pomidorni ham suvi chiqadi. Go'sht, yog'larni, piyozni suvi chiqib, hamma seli somsani ichida qoladi. Juda ham sho'rvali somsa bo'ladi, ko'rganinglardek. Albatta ushbu uslubda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Oila a'zolaringizga, yaqinlaringizga hammaga birdek yoqadi. Yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.